3 aprel kuni O'zsanoat qurilish bank bosh ofisida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda bank xodimlari, mas'ullari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Anjuman davomida O'zsanoat qurilish bank tomonidan amalga oshirilgan ishlar, umumiy xulosalar hamda kelgusi rejalar haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, jurnalistlar hamda tadbir ishtirokchilari tomonidan berilgan savollarga mas'ullar atroflicha javob berishdi. Matbuot anjumani O'zsanoat qurilish bank raqamlashtirish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashda yangi bosqich mavzusida bo'ldi. Raqamlashtirish nafaqat tezkor va qulay xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi, balki zamon talabi ham hisoblanadi. Bank bu borada yetakchi moliya institutlari, xususan Xalqaro moliya korporatsiyasi va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlik qilmoqda. Natijada SQB Mobile va SQB Business kabi innovatsion ilovalar ishga tushirildi. Bugungi kunda bu platformalardan 1.8 million jismoniy shaxs va 27 mingdan ortiq yuridik shaxs masofadan turib 24/7 rejimida keng foydalanmoqda. Shuningdek, Sanoat qurilish bank korrupsiyaga qarshi kurashni o'zining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilagan. Hatto korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati tashkil etilib, unga mustaqil nazorat vakolati berildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida bank xodimlari maxsus kurslarda o'qitildi. 24-yil davomida biz tomonidan bank xodimlari uchun bir necha marta seminar treninglar va shu jumladan masofaviy o'quv kurslari tashkil etilgan. Mazkur o'quv kurslarida bank xodimlari uchun korrupsiyaga qarshi kurash masalalariga qaratilgan o'quv kurslari tashkil etilgan bo'lib turib, bevosita o'quv kurslari natijasida ijobiy baholangan tinglovchilarga sertifikatlar taqdim etilgandi. Shuningdek, bank xalqaro standartlarga muvofiq antikorrupsiya sertifikatiga ega bo'ldi. Sanoat qurilish banki birinchilardan bo'lib shu ISO 37001 xalqaro standarti bo'yicha o'zlarida menejment tizimlarini joriy qilib 2022-yili sertifikatsiyadan o'tgan edi. Mana bu yil 2025-yili bank sertifikati muddati yakunlanadi va keyingi ikkinchi sertifikatlashtirish bosqichiga o'tadi va yana 3 yilga sertifikatni qo'lga kiritish harakatini qilishadi. Shu o'rinda 2025-yili fevral oyida kuchga kirgan ISO 37001 standartini yangi tahriri, ya'ni ikkinchi tahriri ham nashr qilindi ISO tashkiloti tomonidan va bank shu yangi standart talablarini o'zida qo'llash qobiliyatlarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. 2023-yilda bank korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligi bo'yicha 88 ball to'plagan bo'lsa, bankning ochiqlik indeksi 78.1 ballga yetdi. Sanoat qurilish bank faoliyatida yangi zamonaviy texnologiyalar, xususan sun'iy intellektni keng qo'llash borasida ham dadil qadamlar tashlandi. Bank tizimida davlat xaridlari, kredit mahsulotlarini ajratish, shuningdek chakana kredit mahsulotlarini taqdim etish, chakana xizmatlarni ko'rsatishda sun'iy intellekt orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayoni jadal rivojlanmoqda. Bu o'z navbatida xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, xizmat ko'rsatish vaqtlarini tejash, shuningdek mijozlardan ortiqcha hujjatlarni talab qilish va byurokratiyani oldini olishga keng imkoniyat yaratib bermoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida muammoli kreditlar ulushini 20-30% ga qisqartirish, kol markaz faoliyatiga ovozli AI yordamchisini joriy etib, xizmat ko'rsatish xarajatlarini 30% gacha kamaytirish reja qilingan. Bundan tashqari, jismoniy shaxslar ta'sischisi bo'lgan korxonalarning kredit tarixi qoniqarsiz, shubhali yoki umidsiz deb ta'riflansa, ularga kredit ajratishda avtomatik to'sqinlik, ya'ni stop faktorini ishga tushirish ishlari amalga oshirilmoqda.